Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Monster kameralarimizni yana dastavka qilyapmiz akalar. Monster kameramiz yana bir marta eslatib o'taman akalar. Shuruplargacha chiqadi, dokumentigacha. Keyin bu kameramizni ko'rsalang, 4 ta ko'zli bo'ladi akalar. 4 ta ko'z, 2 ta antenasi bor. Sim kartada ishlaydi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar. O'ng tomon, chap tomon, orqaga ham qarataverasizlar akalar. Ko'rasizlar? Bu tomonni ham xuddi shunaqa. Bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z, to'rtta ko'z, mana 360 aylanadi akalar. Odamni ko'rsa harakatga aylanadi. Kattagina batareykasi. Endi qaranglar, sim karta bilan ishlasa, yana ichidan nimalar chiqadi? Ikkita quyosh paneli chiqadi aka. Bir emas, ikkita. Quyosh mini stansiyasi akalar. Keyin ikkita to'g'anoq chiqadi akalar. Kranshteynlari ham bor akalar. Ichida komplet, hamma yo'g'i bor, xullas. Xo'p, endi bunimizni qaranglar. 1.150.000 so'mga baraka bo'ldi. Xo'p, Buxoro shaharga ketyapti, shaharga. Xo'p, keyingisi ko'rsating. Sirdaryo Guliston tumaniga ketyapti akalar. 32 talikdan chip qo'shib berdim hammasiga. Endi bitta akamiz ikkita oldilar mana. O'ylanganlar o'ylanib o'tiribdi hali ham. Qashqadaryo Qarshi shahrini o'ziga ketyapti akalar. Ikkita monster akalar. 1.150.000 so'mdan baraka bo'ldi. Telefonlarga o'rnatib berdim. Chiplarni ham qo'shib berdim 32 talikdan. Dastavkasini ham bepul qilib berdim akalar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar Telegramda.